Diqqat taniqli bloger Chechenko va uning farzandi haqida kutilmagan shok xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek blogeri Chechenko Nyanya bilan bog'liq mojarodan keyin tanqidlarga uchradi. Mashhur bloger Instagramda noxush voqea haqida gapirdi. U Andijondan yangi yordamchi yollagan, ammo u ishni yaxshi bajara olmagan. Kuzatuv kameralari yozuvlarini ko'rgan bloger hayratda qolgan. Nyanka doimo telefonda o'tirib, bolalarga e'tibor bermagan. Bolasi hazil tariqasida uni o'yinchoq pistolet bilan otganda, qiz chiday olmay o'yinchoqni oynadan tashlab yuborgan. Shundan so'ng unga suv shishasini otgan. Bola faqat o'ynamoqchi edi. Bu pistolet umuman og'ritmaydi. Endi kimni ishga olishni ham, qayerdan yaxshi odam topishni ham bilmay qoldim, dedi bloger. Biroq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uni tanqid qildi. Ko'pchilik unga bolani to'g'ri tarbiyalash, kattalarga hurmat qilishni o'rgatish kerakligini ta'kidladi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.